bu menga Alloh bergan nuriy Xudoni men ko'rganim va bu haqiqat Alloh beryapti-da bu. Dajjol haqida ko'p kishi ko'p har xil gaplarni gapiryapti. U deylar, bu deylar. Haqiqatni bilmoqchi bo'lsang, mana shu. Men yana qaytarib aytaman buni. O'zbekiston bunga qarshi chiqib, ishonmaymiz biza deyapti. 1447 yil Mahdi toshni orasida yotadimi deyapti. Xo'sh, Dajjol shunda tug'ilgan Isoni davrida biz yashayapmizmi deydi. 1447 yil islom dinimi deyapti. Biz ishonmaymiz deyapti-da bular. Hammasini Qur'on senga aytib beradi. Lekin odamlar har xil Dajjol haqida gaplar chiqarib, noto'g'ri svatkalarni berib, mana bunday bo'lgan, mana bunday bo'lgan, Rasululloh ko'rganlar Dajjol. Yo'q. Rasululloh hech narsadan qo'rqmaganlar. Allohdan qo'rqganlar. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam nuri Alloh. Faqat Allohdan qo'rqaman. O'limdan ham, janglardan ham qo'rqmayman. Islom dini uchun hech narsadan qo'rqmayman. Alloh yo'lida jang qilamiz. Alloh bizni ulug'lab qo'yadi deganlar. Va Allohga iymon keltiring deganlar. Xo'sh, keling, mayli. Bo'lmasa, boshdan shuni yana boshlaymiz. Islom diniga qanchalik rahmat Allohni bilib tosh otib kofirlar paydo bo'ldi. Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bildilar. Bu Dajjolning fitnasi. Odamlarning ongini Dajjol boshqarib turganini va kofir bo'lib, butlarga sig'inib turganini Rasul sallallohu alayhi vasallam bildilar. Bular o'z aqlini boshqara olmasligini, nafsoniyatga berilganini Muhammad Rasululloh bildilar va Madinaga ketdilar. Bularni Alloh iymonga sen da'vat qil. Men da'vat qila olmayman dedilar. Sen bilasan bularni. Alloh dedi, ey Muhammad, men seni g'olib qilaman. Lekin Dajjolni sen ko'rasan, uni seni iymonga da'vat qilasan. Isoni ham Dajjol fitnasiga tushib, faqat Iso o'ldiradi. Isoni insonlar Dajjol fitnasiga tushib o'ldirdilar. Qani qaytib tiriltirsin seni Alloh dedi. Isoni o'ldiramiz, uni Rabbisi tirildirsin degan maqsadda Dajjol shuni qo'ydiki, Isoni o'ldirishga buyurdi. Xo'sh, Dajjol ning fitnasi qanday bo'lgan? Nuriy Xudo nur edi. Dajjol shaytonning hukmdori bo'ldi. Va u tug'ilishi kerak. U dunyoga kelishi kerak. Xudo Muhammadday. U o'zining fitnalarini qo'yishi kerak edi. Muhammad tug'ildi, nur tug'ildi. Dajjol ham dunyoga tug'ilishi kerak edi. Alloh aytdi, seni davringda Muhammad Dajjol tug'iladi. Sen dunyoga keldingmi? Dajjol seni davringda tug'iladi dedi. Va bunga ham shuncha yilni qo'yaman. Eng yomon razil bo'lib ketganda, Qur'onni ham chiqarib qo'yganimda, nafsoniyatga berilganda